Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bizning reyslarimiz Toshkentdan Moskva Sankt-Peterburg shaharlariga to'g'ridan-to'g'ri reyslar amalga oshadi. Biz esa hozir xalqaro avtovokzaldamiz. Kimda-kim biz bilan bog'lanib, ishonchli avtobuslar kerak bo'lsa, davlat tomonidan qo'yilgan reyslar sizlar xizmatingizda bo'ladi va davlat tomonidan turgan nazorat ustida turadigan reyslar. Bizning reyslarimiz manzil o'tadigan shaharlarda o'tamiz. Dushanba, payshanba kuni M5 направление bilan yuradi. M5 Orenburg, Samara, Penza, Rizan, Moskva. Chorshanba va juma kuni yuradigan va shanba kuni yuradigan mart oyidan reyslarimiz ko'payishib boradi. Haftada 4 kun va 5 kun reyslar bo'ladi. M7 yo'nalishini aytib o'tamiz. M7 yo'nalish Orenburg, Ulyansk, Kazan, Nijniy Novgorod, Moskva. Oxirgi reysimiz seshanba, dushanba va juma kuni reysimiz Sankt-Peterburgga yuradi. Sankt-Peterburgga yuradigan shaharlarimiz Moskvadan chiqib boradi, Tver, Nijniy Novgorod, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgdan Pskovlar bor aziz do'stlar. Shu shaharlarga siz biz bilan reysingizni amalga oshirib